Assalomu alaykum. Hurmatli jamoat, hurmatli do'stlar, Alabqa Xayrulloh fondini qo'llab kelayotgan ehsonda barliq ehsonlarimizga qayerdagar bo'lib yordam berayotganlar. Bugun biz o'sha gemodializ apparat qanday ishlayotganini ko'rgani keldik. Mana shu apparatdan hozir foydalanib, hozirgi kunda buyruq o'rusmagan o'rayotgan akalarga yordam so'rab keldik. Bu Allah Taala bizga bergan ne'matlardan bir cho'ng ne'mat ekan buyruq. Biz qolgan yerimizda shunday suvlarda qolganimizda ichib turgan bo'lsak, hech o'ylamaymiz-da qanday bo'ladi bu, qanday kiryotadi, qanday chiqib ketyotadi, al narsani biz o'ylamayt ekanmiz. Bugungi xayrimiz Kerben shahridan 1979-yili tug'ilgan Abdug'afirov Rustamjon akaga yordam so'rab xayrni qilamiz. Bu akamiz hozirda o'sha gemodializ apparatda necha yil o'tadi. Sebebi o'sha buyrugi yaxshi ishlaganlikdan bo'ladi. Assalomu alaykum qizlarim. 20 yildan beri safar bo'lib, 6 yildan beri buyruq bo'lib, 2 yildan beri tashkilotlarga aloqada jadval hozir vaqtda aloqada jadval tez arada buyruqni almashtirish uchun turistlarni sürüştürüyoruz. Hareket kirikliği operasyonu. İşte sıralı geçen akçılar yardımına gelseler buyruğunu yine saklı kaldırıp geçtiler. Hurmatli jamoat, bu akamiizda 5 bolas bor ekan. Bir o'g'il 4 qizi. Ko'pincha videolarimizda biz aytadigan narsamiz bolalar uchun yordam beringizlar. Sebebi deganda biz kichkina bo'lsa-da yashadikda. Barimiz bolalarimiz uchun yashaymiz. Bu bolalarda otasi densoqda bo'lib, tezroq tuzalib kelishini, jonda yurishini, xohlagan vaqtda, xohlaganda yeb ichishini, xohlaganda bolalarni ko'tarishini xohlaydi. Sizlardan so'ralarimiz bu videoga qayerdagar bo'lganingizlar, qo'lingizdan kelgancha ehsonlarni qilingizlar. Qo'lingizdan kelgancha videoni boshqa gruppalarga tarqatingizlar. Qancha videomiz tez taralsa, boshqalarga sebepchi bo'lamiz ehson berishga. Sizlardan bu aka uchun yordam kutamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.